Sinov va baxt. Muallif Gulinur. Asqar aka, bugun buvim keladilar. Yaxshi-ku. Va nihoyat ko'ndilarmi? Ha, akam bilan Ominani bir haftaga dam olishga borishga ko'ndiribdilar. Shunga biz bilan yashab turarkanlar. Ha, yaxshi. Bir hafta emas, qizimiz tug'ilguncha yashayversinlar. Baribir Omina farzandli bo'lgach kela olmaydi. Uni egizaklarni dunyoga keltirsa, yolg'iz qiynaladi. Ular shu haqda gaplashib turisharkan, buvlari keldi. Omina bilan Begzod ham tezda salomlashib, manzillari tomon yo'l olishdi. Tabiatan biroz hazilkash bo'lgan Asqar biroz buvlarini kuldirib ham ishga ketdi. Qizim, shu kuyovim ajoyib yigitda. Antiqa gaplarni topib gapiradi. Ha, buvijon shunaqa. Ular bilan hech zerikmaysiz. Doim kuldirib yuradilar. Deya erining antiqa gaplarini o'ylab kulib qo'ydi. Asqar xonasiga kirib ko'rgan insoni sabab kayfiyati buzildi. Bu yerda nima qilyapsiz? Bugundan boshlab kompaniyangizda ishlayman. Kompaniyamiz vakili sifatida, dedi qiz mamnun ohangda. Bu shartmasdi. Dedi gapning ohangidan norozi ekanini bilish qiyin emasdi. Nega endi? Men ishonchli vakilman. Bu kompaniya uzoqqa bormasligi aniq. Bekor shartnoma tuzibman. Nega? Ishonchli vakil tanlashni bilmas ekan. Chiqishingiz mumkin. Aytaman sizga, xona ajratib berishadi. Tashqarida kutib turing. Qiz nimadir degisi keldi-yu, yana indamay chiqib ketdi. Shahlo, xonamga kiring. Eshitaman, xo'jayin. Yangi hamkorimizni vakiliga xona ajratinglar. Iloji boricha meni xonamdan uzoqroqda bo'lsin. Bu yog'ini sizga ishondim. Xo'p bo'ladi. Qiz qancha Asqarga yaqin bo'lishga harakat qilmasin, Shahlo uni Asqarni xonasiga qarama-qarshi tarafdagi xonani tayyorlatib berdi. Omina bir hafta vaqtini Begzod bilan juda ham baxtli o'tkazdi. U juda xursand edi. Uylariga qaytishgach, Begzodni tug'ilgan kuni va to'ylari 1 yilligi nishonlandi. Kunlari yaxshi o'tardi. Begzod Ominaga juda yaxshi e'tibor qaratardi. Mana yana oradan bir hafta o'tdi. Omina ertalabdan o'zini yaxshi his qilmayotgandi. Negadir ko'nglim notinch. Begim, bugun ishga bormang. Yaxshimisan? Omina, ranging ham boshqacha. Bilmadim. Negadir havo yetishmayapti. Yur. Tez shifoxonaga boramiz. Biroz kutaylik. Tortmada dorilarim bor, olib bering. Ularni ichsam o'tib ketadi. Avval ham shunday bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Baribir shifokorga borish kerak. Biroz kutaylik. O'zgarmasa boramiz. Xo'p, hayotim. Omina dori ichdi. Biroz yaxshi bo'lganga o'xshadi-ku, yana havo yetishmay, o'zini yomon his qila boshladi. Bundan xavotir olgan Begzod buvisi bilan birgalikda Ominani shifoxonaga olib bordi. Qabulxonadagi hamshira Ominani ko'rib shoshilib qoldi. U Ominani shaxsiy shifokorning yordamchi hamshirasi edi. Ahvoli yaxshimi? Hali erta edi-ku. Bilmadim, ertalabdan buyon o'zini yomon his qilyapti. Hamshira tezda shifokorga xabar berdi. Shifokor Ominani tekshirib ko'rgach, tezda operatsiya xonasini tayyorlang. Doktor, qizimga hali erta edi-ku. Xolajon, tezroq harakat qilmasak kech bo'lishi mumkin, deya operatsiyaga tayyorlanish uchun ketdi. Endigina kelgan Dildora buvisiga suyangancha duo qilib qoldi. Dildora uy ishlarini qilib, kechki ovqat tayyorlagan paytda buvisi Ominani ahvolini aytgandi. O'sha payt ular shifoxonaga ketayotgandi. Asqar Dildora vaziyatni aytgach, o'zini ehtiyot qilishini takror tayinladi. Dildora yana telefon qilganda olmadi. Bu paytda Asqar ketish uchun tayyorlanib, ish boshqaruvchisiga bir nimalarni tushuntirish uchun chiqib ketgandi. Telefoni esa xonasida qolgandi. Dildora Asqarga kechroq boraman, Omina operatsiyada deb yozib yubordi.
Baxtga qarshi bu vaqtda hamkor kompaniya vakilasi, ya'ni Pari, Asqarni oldiga kirgandi. U yo'qligini ko'rib, endi chiqib ketayotganda telefonga xabar kelganini bildiruvchi ovoz keldi. Stol ustidagi telefonni olib, Dildorani xabarini o'qib, "Rejamni amalga oshiradigan kun kelibdi", deya ayyorona kulib qo'ydi. Begzod operatsiya tugashini kutarkan, singlisi bezovta bo'layotganini ko'rdi. "Dildora, sen uyga boraver, ertalab kelasan. Bu yerda tik turishing bolaga zarar." "Qizim, akang to'g'ri aytyapti. Asqarjon ham xavotir olayotgandir. Tel qilgandim olmayapti. Xabar jo'natib qo'ygandim." Xullas, Dildorani ko'ndirib, taksi chaqirib uyga jo'natib yuborishdi. Bu vaqtda xufton vaqti bo'lgandi. Dildora ketgach, yarim soat o'tib operatsiya xonasidan tushkun holda shifokor ayol chiqdi. "Tabriklayman. Egizak o'g'illar sog'lom. Erta tug'ilganliklari sabab vaqtincha shifokor nazoratida bo'lishadi." "Ayolim-chi? Uni ahvoli qanday?" "Sabrli bo'linglar. Allohning irodasi ekan. Ominani saqlab qololmadik." Nima deyapsiz? Menga bunday hazil qilmang. Siz tushunyapsizmi nima deyotganingizni? Siz meni Ominamni o'ldi deyapsiz. Uka, tinchlaning, bu haqiqat. Bas, yolg'on gapirmang. Begzod ovozni biroz balandlatdi. "Qoching!" deya shifokor ayolni turtib ichkariga kirib ketdi. Xona o'rtasida yuzlari oq mato bilan o'ralgan inson turardi. Begzod titrab ketdi. Yuragida umid bilan sekin yaqinlashdi-da, asta yuzini ochdi. Ko'rdi-yu, og'zini qo'llari bilan yopib yig'lab yubordi. Sababi uning suyuklisi yuzlari oppoq nurli yuzlari bilan jonsiz yotardi. "Omina, tur. Ominam, tura qolsang-chi. Omina, nega bunday yotibsan? Tura qol hayotim." Begzod Ominani jonsiz tanasini quchib, goh pichirlab, goh baqirib gapirardi. Gapirish barobarida ko'z yoshlari ham kelardi. "Omina, o'g'illarimiz tug'ildi. Tur, ularga qara. Erta tug'ib olib, uxlashingga qara. Tur, Omina, tur. Nega bunday yotibsan? Yarashmayapti. Hazillashyapsan-a? Hazila bu. Omina, ko'zlaringni och hayotim. Nega bunday qilyapsan?" Begzodni ko'rib, shifokor va hamshiralar ham yig'lab yubordi. Buvisini qon bosimi oshib ketdi. Buvisiga birinchi yordam ko'rsatib, bir xonaga osma-ukol ulab qo'yishdi. "Uka, uni ruhini qiynamang. Omina bunday qilishingizni xohlamagan bo'lardi." "Nega bunday bo'ldi, doktor?" "Ominaga tug'ish mumkin emasdi." "O'zi bilarmidi?" "Ha, bilardi. Biz buni farzandlar 4,5 oylik bo'lganda bildik. Omina bolalardan ketishni istamadi. Hammadan yashirishimizni iltimos qildi." Nega menga aytmadinglar? Qanday kasal edi?" "Yuragi zaif ekan. Men ko'p bora aytdim. Ammo u quloq solmadi. Sizga aytmoqchi bo'lganimda menga tahdid qildi. Butun boshli shifoxonani ustidan arz qilaman dedi." "Yuragi zaif?" "Ha, ko'p siqilgan, qiynalgan. Menga o'z hayotini aytib bergan edi. Sizni juda qattiq yaxshi ko'rishni aytgandi. U 2 farzandidan kecholmadi. Kechiring. Allohning irodasi ekan." Dildora uyga keldi. Eshikni o'z kaliti bilan ochib kirdi. Negadir Asqarning mashinasi ko'rinmadi. Ammo eshik oldida uni oyoq kiyimi turardi. Hayron bo'lgancha uyga kirdi. Chanqagani sabab oshxonaga kirdi. Suv ichdi. Sekin zinalardan ko'tarilib, xonalari tomon bordi. Eshikni ochib kirdi va ko'rgan manzarasidan shokka tushib qoldi. Ko'zlari yoshlanib, kipriklari namlandi. Asqar yarmi o'rangan holda yotardi.
Uning ochiq kiyimsiz yelkasiga Dildorani tungi libosida boshini qo'yib, Asqarni quchgancha bir qiz yotardi. Dildora sekin yotoq yoniga yaqinlashdi-da, juftlikka alam bilan qaradi. Rashk butun tanasini kuydira boshladi. Uning halolini o'zgasi quchib yotardi. U bosh quyib kelgan yelkalarda boshqasining boshi turibdi. Uning yotog'ida, uning libosida boshqa ayol erini quchib yotibdi. Dunyolarga sig'masdan ichi qiziy boshladi. Alam bilan Asqarni quchib yotgan qizni sochlaridan tortdi. Yaqinda uyquga ketgan Pari og'riqdan cho'chib uyg'onib ketdi. Ammo Dildorani ko'rishi bilan yuziga kulgu yugurdi. "Sen bu yerda nima qilyapsan? Sen meni uyimda, meni yotog'imda, meni erim bilan nima qilyapsan? Kimsan sen o'zi?" Dildora biroz ovozini balandlatib gapirdi. Hamon qizning sochlari qo'lida edi. "Men bu yerda Asqar akamni ko'nglini olish uchun keldim. Ismim Pari. Sen hali ham ular bilanmisan? Biz doim birga edik. Senga uylanishdan avval ham, undan keyin ham", dedi Pari mag'rurlarcha. "Xabaringni o'qib, uyga shoshildik. Asqar akam menikiga borasan deb turib oldilar. Shunga kiyimingdan kiyib turdim. Xafa bo'lmaysan endi. Meni kelmasligimni bilib, seni shu yerga olib keldilarmi?" "Ha, xabaringni o'qiboq uyga shoshildik. Seni kasalxonada qoladi deb o'ylabmiz. Uyga kelishingni bilganimizda doimgidek menikida uchrashardik. O'zi ishda charchagandilar. Yaxshi men bilan xullas qara. Uyg'ongani ham yo'q. Shuncha shovqinimizga. Men ularni juda yaxshi ko'raman. Vaqtincha boshqa joyda ishladim. Hozir yana birgamiz kundoshjon." "Kundoshjon?" Dildora Parining gapidan hayron bo'lib unga qaradi. "Yana qanaqa kundosh? Eri bir ayollarni kundosh derdi adashmasam. Biz Asqar akam bilan, xullas sen bilan kundoshlarmiz. Uyalmadingmi? Oilali erkakka osilgani." Dildora yana ovozini balandlatdi. "Uyalmadingmi? Rozimasman. Xudodan qaytmasa rozimasman. Ikkingiz ham afsus qilasiz. Oilali erkakka osilganing uchun Alloh jazoingni bersin. Shunday azoblasinki, joning emas, qalbing og'risin. Hech qanday dori foyda bermaydigan qalbing og'risin. Ikkingizni ham Allohga soldim. Tug'ilmagan farzandimni otasiz qoldirganing uchun ming pushaymon yemasang rozimasman", deya ko'z yoshlarini artib chiqish oldidan hech nimani bilmay yotgan Asqarga bir qaradi-da, xonadan chiqib ketdi. Uning gaplaridan biroz shok holatga tushib qolgan Pari uni orqasidan yugurdi, ammo bu paytda Dildora uydan chiqib ketib bo'lgandi. Pari esa tungi libosda uni ortidan chiqolmadi. Quloqlari ostida Dildorani Allohga soldim, rozimasman degan so'zlari aylanardi. Dildora yig'lab, yarim tunda ko'chada ketarkan, qo'shnisini taksistlik qiladigan o'g'li uni ko'rib to'xtadi. "Kenayi, bu mahalda nima qilyapsiz yolg'iz? Yig'layapsizmi?" "Ha, akamni ayoli kasalxonada edi. Shunga xavotir olib ketayotgandim. Asqar akam qanilar? Bugun kech kelaman deganda. Shunga hali kelgani yo'q", dedi. Shu gapni aytdi-yu, u bilan Parini birga ko'rgan holati ko'z o'ngida gavdalandi. Qo'shni yigit Dildorani kasalxonaga olib borib qo'ydi. Dildora og'ir qadamlar bilan, qalb og'riqlari bilan kasalxonaga qadam qo'ydi. Koridorda buvisini ham, akasini ham ko'rmay, tezroq jiyanlarimni ko'ray deya qadamini biroz tezlatdi-yu, 4 qadam tashlagach, akasini baqirib yig'layotganini eshitib tosh qotdi. Eshitganlarini tahlil qilarkan, singlisidek bo'lib qolgan qizni endi bu hayotda yo'qligini o'ylab, yuragi battar og'ridi. Devorni ushlab olib, ko'z oldi xiralasha boshladi. So'nggi ko'rgani bir hamshirani nimadir deya oldiga yugurib kelgani, qolgani zulmat. Dildora ko'zlarini sekin ocharkan, nima bo'lganini o'ylay boshladi. Yodiga tushgach esa yig'lay boshladi. Qay birga kuysin. Jondan ortiq suygan insoni, umr yo'ldoshi halolini boshqa bilan ko'rganigami
yoki singlim deb yurgan yaqinining juda erta bu dunyoni tark etganigami? Mana Ominani so'nggi manziliga yuborishdi. Buvisini Dildorani yig'layverib, ko'zlarida yosh qolmadi. Dildorani ota-onasi ham yetib kelishdi. Begzod juda cho'kib qoldi. Ko'zlarini yumdi deguncha ko'z oldida Omina aks etadi. Uning oxirgi gaplari quloqlariga jaranglaydi. O'sha kuni operatsiyaga kirishdan oldin: "Omina, qo'rqma hayotim. Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Begim, mendan rozi bo'ling. O'zingni qiynama. Bir marta roziman deng, iltimos. Nega vidolashayotgandek gapiryapsan? Bir marta ayting." Qaysar: "Xo'p, roziman. Rahmat begim, endi armonim yo'q." Begzod shularni o'ylab ichidan vulqon otilgandek g'alati bo'ldi. Nega sezmadim? U oxirgi vaqtda boshqacha bo'lib qolganida nega ish debman-u ayolim haqida shifokori bilan gaplashib ko'rmabman. Begzod shularni o'ylab o'tirar ekan, xona eshigi taqilladi. Begzod kirishga ruxsat bergach, o'sha kunga hamshira qiz kirib keldi. Salom berdi sekingina. "Bu Ominani omonati. Sizlarga berib qo'yishimni iltimos qilgandi. Sabrli bo'linglar", deya chiqib ketdi. Begzod sekin xatni ochib o'qirkan, suyuklisini husni xatini ko'rib, yana ko'zlari yoshlandi. Maktub. Assalomu alaykum begim. Agar bu maktubni o'qiyotgan bo'lsangiz, demak men endi yoningizda emasman. Begim, meni kechiring. Bu gapni sizdan yashirganim uchun. Ammo kecholmadim. Ikkimizni muhabbatimiz mevalardan kecholmasdim. Bilaman, oxirgi paytlar ko'p asabingizga tegdim. Sababi o'limim oldidan siz bilan ko'proq vaqt o'tkazish edi. Begim, juda qiyin ekan. Yaqin orada suyukli insoningizni tashlab ketishingizni bilish juda ham qiyin ekan. Begim, rahmat sizga. 19 yil nursiz, rangsiz yashagan hayotimni bir yilda kamalak ranglarga to'ldirganingiz uchun men yashab o'tgan umrimga achinmayman. Oz bo'lsa-da siz bilan juda baxtli yashadim. Men avvalgi 19 yil umrimni siz bilan o'tgan bir yilimni bir kuniga ham alishmasdim. Hayotimdan nolimayman. Bu jon siz Dildora opamdagi yaqinlarni berdi. Oxirgi paytlar sizni bezor qilganim uchun kechiring. Kechiring begim, o'z jonimni asrash uchun 2 jondan kecha olmadim. Mendan rozi bo'ling. Sizdan so'nggi iltimosim, farzandlarimizni ona mehrisiz o'sishiga yo'l qo'ymang. Soliha ayol topib uylaning. Bu meni sizdan so'nggi iltimosim va vasiyatim. Alvido begim.